Bugungi kunimizda bizni jannatdan mutlaq mahrum qo'yadigan bir illat oilamiz qarab kelib olmoqda. Lekin biz bu illat qarta bexud, hatto ba'zilar bu illatni bizga illat emas, bir madaniyat sifatida tashviq qilmoqda. Mayli odam bo'lsin va yoki hayvon bo'lsin, har qanday bir erkak jinsida ayollarni kullaydigan, uni qo'g'daydigan, himoya qiladigan bir fitrat bo'ladi. Bu fitratni yaratquchi Alloh ana shundoq yaratgan. Bu xil fitrat hayvonlarda hali ham mavjud. Ammo biz insonlarda bo'lsa, insoniyat dinsizlashgan siri, ya'ni Alloh taolo tushirgan islom dinidan to'g'ri bo'lgan dindan yiroqlashgan siri o'zining sog'lom tabiatidan yiroqlashib, bu xil fitratni yo'qotib qo'ymoqda. Insoniyatning ko'p sonliqi dinsiz bo'lganligi, shundaqla bugungi kunimizdagi tashviqot va madaniyat manbasi dinsizlarning qo'lida bo'lgan bo'g'achqa osonlik hisoblanadigan, ya'ni haqiqiy musulmonlar osonlik hisoblanadigan bugungi jamiyatimizda musulmonlar buning ta'siriga o'zi bilib va bilmay uchirmoqda. Bu sababdan biz musulmonlarda bu illat qarta sezgurligimiz tuvallashga, so'slashga qarab amaliyotda bizning dinimiz bu xil tabiatni, ya'ni erlarningki ayollarni qo'g'daydigan, himoya qiladigan, yotlardan kullaydigan bu xil tabiatni qo'llashga alohida ahamiyat bergan. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda 3 kishi bor jannat kirmaydi deb ana shu 3 kishining birini deyuzlar degan. Sahobalar deyuzlar kim deb so'ragan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom allazi la yubali man dakhala ala ahli, oilasiga kimning kirganligiga parvo qilmaydigan kishi. Yani ailesiga kim kirdi, qizi kim bilan paranglashdi, ayoli nega bordi, kim bilan paranglashdi, buningga parvo qilmaydigan, xiyoliga kirib chiqmaydigan, ayollarni, qizlarni himoya qilmaydigan mana shunday kishi, deyuz kishi degan. Bugungi kunimizda aloqa vositalar orqali yatlar oilamizga qo'l sunalaydigan mana shunday holatda yashayapmiz. Bundaq bir davrda ota bo'g'ichi, aka bo'g'ichi qizlarga, singillarga, ayollarga bu haqda hikmat bilan to'g'ri uslub bilan ularga tushuncha berib, ularning idrokini, ong saviyasini bu haqda o'stirmasa, qizlar uyda bo'lsa-mu, ammo sirtlarning tashviqotlariga yem bo'lib ketish ehtimoli nihoyat zo'r. Chunki bugungi kunimizda xonim qizlarimizning hayo pardasini yechib tashlashga undaydigan, tashviq qiladigan, uni normallashtirishga undaydigan nurg'ulg'on tashviqot yo'llari va vositalar bor. Buning qarta bir musulmon bo'g'ichi oilasini to'g'ri bir tushunchaga ega qilib, uning qarta bir mudofaa immunit kuchi hosil qilmasa, u jamiyatga xato ishlar. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deyuzlik deb ayblagan bu ishmi normallashib qolish ehtimoli nihoyat yuqori. Darvaqa bugungi kunimizda ana shu taraf qarab ketib boramiz. Masalan, bugungi kunimizda deyuzlik qarab ketib qolgan yo'lning bir qancha turlari bor. Bu ahvollar ko'pincha kishilarga normaldek tuyulyapti. Amaliyotda normalmi? Amaliyotda bizning dinimizda va yoki sog'lom tabiatimizdan o'ylagan vaqtimizda, ya'ni aqliy jihatdan o'ylagan vaqtimizda buning to'g'ri emasligini hammamiz his qila olamiz. Masalan, bugungi kunimizdagi deyuzliklarning turlaridan biri bo'lsa, Instagram, TikTok va shuning o'xshagan aloqa vositalar orqali ayollarni har xil qiliqlar bilan, usullar bilan pul topadigan yo'llarini ochib, ularni ana shunday hayosizlarcha, axloqsizlikqa undash. Amaliyotda bu ayollarni maqsadli holda hayosizlashtirish va ularni tijorat tovarlar sifatida qo'llanish maqsad qilingan bir harakat. Lekin mana shunday tashviqotlar bugungi kunimizda bizning islomiy oilalarimizga, xonim qizlarimizga o'zi bilib bilmay ba'zi nuqtalarda ta'sir qilmoqda. Gerçi ulardek bo'lmasa-mu, lekin o'zlarining rasmlarini hamma odam ko'radigan shaklda to'g'ri qo'yishni normal bir ish deb qaraydigan holat qaralmoqda. Balkim bu singillarimiz men yig'liqim bilan, hijobim bilan o'zimni chiqadim deb o'ylashi mumkin. Amaliyotda bu shaytonning tunji aldishi. Shayton bir qadam bilan ozdirmaydi, qadam ozdiradi. Oldi bilan sen yig'liqing bilan chiqding deb sizni gunohkorlik psixikasidan qutuldirmoqchi bo'ladi. Keyin taraqqiy qildiradi. Bu shunday qilib oxiri o'zining asiriga, quliga aylantiradi. Shuning uchun bu masalaga xonim qizlarimiz, hemşirelerimiz o'zlari diqqat qilishlar biriga shu oiladagi ota bo'g'ichi, aka bo'g'ichi xonim qizlarimizni bu xil tahdiddan eskartishi, ularga bu haqda ilmiy shaklda hikmat bilan tushunchaga tarbiya qilish lozim. Ya'ni xonim qizlarni Alloh taolaning ana shunday jalbkor, go'zal yaratganligi, lekin u go'zalligini nomahram erlardan yepish, ularning vazifasi ekanligini ularga tushuntirish lozim. Ya'ni xonim qizlarningki tovar mal emas, e'tiborli qimmatli bir narsa ekanligini ularga tushuntirib, ularga mushu jihatda tarbiyani texmi kuchaytirish lozim. Aksicha bu masalaga bexudlarcha parvo qilmaydiganmiz xonim qizlarimiz hayosizlarning bu rezil planlarga yem bo'ladi. O'zimiz bo'lsa deyuzlik holatiga tushib qolamiz. Shuning uchun bu nuqtada xonim qizlarimizga hikmat bilan tarbiya ishlashimiz, ularga buning oqibatini nega elib boradiganligini tushuntirishimiz kerak. Bugungi kunimizdagi deyuzlik elib boradigan ikkinchi xil tur bo'lsa, xonim qizlarimizning sirtlarga girim bilan xushpuroq ishlatib chiqishi. Bugungi kunimizda afsuski bu ko'pincha oilalarda normal ishdek bilinib qoldi. Amaliyotda bu normal ishmi? Dinimizda Alloh taolo buni normal demdi, payg'ambarimiz normal demdi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin liyajidu min rihaha fa hiya zaniya. Qanda bir ayol, qanda bir qiz uyidan atir ishiltib, xushpuroq ishiltib, boshqalarning qashidan o'tay, mening furqamni pursun, men jalb qilay degan mana shunday bir maqsadda uydan atir ishiltib, xushpuroq ishiltib chiqadi ekan fa hiya zaniya. O zinaxordir deydi.
Rasulullahning bu so'zi qattiq bilinyapti. Amaliyotda Rasulullahning bu so'zi qattiq emas. Biz o'zgarib ketdik. Biz o'zgarish qarab mengyapmiz. Biz yashayotgan bu jamiyatda nurg'un kishilar qilayotgan bir ish bo'lg'achqa, bu normal ishdek bilinyapti. Amaliyotda biz dinimiz qaytsak, Rasulullahning so'ziga qaytsak, buning naqadar normal ish emasligini his qila olamiz. Sog'lom fitratini o'ylab baqsaqmi, ayol kishi xushpuroqni ishiltib sirtqa chiqqan vaqtda bir er kishining yendan o'ssa, uning diqqatini topmamdi, uni takrar qaratqizmamdi. Agar yolg'iz ko'chada bunday ahvollar bo'lsa, qanday ishlar bo'ladi? Shuning uchun bu masalada xonim qizlarimiz nihoyat diqqat qilish lozim. Agar xonim qizlarimiz ana shunday atir ishlatib sirtqa chiqsa, uning tarbiyasi cho'ng bo'lgan qizlar qanday cho'ng bo'lmoqchi? Uning bolasi qanday yasanib chiqmoqchi? Bularga diqqat qilish lozim. Shundaqla bu xonim qizlarimizning mas'ullari, mahramlari bo'lgan yo'ldoshlari, akillari yoki otalari ularga bu haqda mas'ul bo'lish lozim. Chunki Alloh taolo bizni ularga mas'ul qildi. Agar er bo'g'ichi, aka bo'g'ichi, ota bo'g'ichi ularga parvo qilmasa, yana shu dayuzlik qarab mangan bo'ladi. Shuning uchun dayuz bo'lib qolmasligimiz uchun qizlarimizga, ayollarimizga bu haqda tushuncha beraylik. Bugungi kunimizdagi dayuzlikning 3-xil shakli bo'lsa, er ayollar o'rtasidagi padishapning perdining ko'tarilib ketishi. Biz o'zimizning tarixiga qarab boqaylik, an'anasiga qarab boqaylik. Er ayollar o'rtasida bir padishapning, bir perning bor ekanligini ko'ralaymiz. Bu nereden kelgan? Bizni tarbiyalagan islom dinimizdan kelgan. Lekin biz bugun yashayotgan bu jamiyatda er ayollar o'rtasida perda deydigan bir narsa bo'lmag'achqa, bu normaldek bilinyapti. Biz bir bulg'angan o'rin kirgan vaqtimizda tunji qatim u yer bir sesiq purishi mumkin. Lekin u yerda bir muddat tug'andan keyin u yer bizga sesiq purmaydi. Bu yerdagi sesiq puroq yo'qolib ketdimi? Yo'q, aksicha biz unga kunib ketdik. Bugungi davrimiz biz yashayotgan jamiyat dal shunga o'xshaydi. Hamma ishlar normal ishdek, jahon taraqqiy qilgandek bilinadi. Jahon qanchalik taraqqiy qilib ketsin, axloqning qimmati o'zgarmaydi. 1000 yil ilgari buzuqchilik bo'lsa, 1000 yildan keyinmi buzuqchilik hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunimizda xonim qizlarimizning, hamshirarimizning diqqat qilgan nuqtasi bo'lsa, to'y kunda to'y bo'lgan qizning resimlarining sirtqa oshkorlanib ketishi. Bu hayo pardasining yirtilishiga ilingan bir qadam hisoblanadi. Balkim u to'y qilgan hamshirimiz bilmasligi mumkin. Uning bilan bir resim tushgan do'stlari resimga tushib, uni ijtimoiy aloqa vositalar taqib o'tadi. Yo'ldishimi ko'radi, yo'ldishi bo'lmaganlarmi ko'radi. Shuning uchun bu haqda hamshirarimizga er bo'ladigan kishi, otalar akalar ularga bu vaqt tushuncha berish kerak. Bu ishning rasmga tushiblam tugaydigan emas, uning to'g'ri chiqib ketadigan taraflari bor ekanligi, unga diqqat qilish kerak ekanligini qizlarga, onalarga eskartishi, diqqat qilish kerak ekanligini ularga eskartishi lozim. Uningdan boshqa nomahram er ayol o'tirisidagi har qanday bir perdaga voy yaqin biz degan tunish demasdan islom qo'ygan perdani qo'g'dashga tirishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, biz o'ylamagan, kutmagan oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Balkim bugungi kunimizda bu gaplarga amal qilish nihoyat qiyin bo'lishi mumkin. To'g'ri, chunki biz yashayotgan jamiyat biz yuqori degandek boshqalar, ya'ni yotlar islomga amal qilmaydiganlar, islomdan yiroq yashaydiganlar ko'p yashaydigan bir jamiyat. Mana bu uning qarshi o'zimizning ipi bilan tirishchilik ko'rsatishimiz bugungi kundagi bizning jihodimiz. Chunki bugungi kunimizda nomahram ayollarniki bir-biri bilan usul o'ynaydigan, tansi o'ynaydigan, hatto uni normal sanaydigan kishilarning orasida yashayapmiz. Esimizda bo'lsin, jahon qanchalik taraqqiy qilsin, kishilar qanchalik madaniyatlansin, islom prinsipidagi axloq qimmat qarshi aslo va aslo o'zgarmaydi. Dayuzlik 14 asr ilgari dayuzlik, bugungi kunimizda dayuzlik. Ya'ni 14 asr ilgari birining ayoli yot birining ayolini tansi oynasa, o bir axloqsizlik bo'lsa, bugun kunimizda birining ayoli yana birisining usul oynasa, o mu dayuzlik bo'ladi. 14 asr ilgari bir ayol kishiningki ko'chalarda uchiq mingishi bir axloqsizlik bo'lsa, bugun kunimizda bir ayol kishining rasmlarini hamma odam ko'radigan aloqa vositalariga qo'yishmi o'xshashla bir axloqsizlikning boshlanishi, uningga rozi bo'lish, uningga parvo qilmaslik dayuzlikka ilingan bir qadam hisoblanadi. Shuning uchun jannatdan mahrum qo'yadigan bu xil dayuzlikka tushib qolmaslik uchun hammamiz o'zimizning qiz farzandlariga, ayoliga bu haqda tushuncha beraylik. Nada resimga tushadi, nada tushmaydi, buningga diqqat qilsin. Bunun alohida sezgi bo'lsin. Alloh taolo hammamizni himoya qilsin.